Kia Bongo 2024-yil Chitrovda 4x4ligidan bitta ko'rsatamiz. Eng full komplektatsiyasi sariq salon GLS pozitsiyasi bo'ladi. 24-yilga 1-oy. Korishnoy salon, bunga moslab eshik obshipkalari ham shu rangga moslangan bo'ladi. Nikkel, karbon, old obshipkalari ham karbon bo'ladi. Mashinamiz cruise control, mexanik Euro 6. Oldida ham ko'rsanglar, yana bitta kichkina rechey bo'ladi, korobkacha. Bu oldini qo'shish bo'ladi. Oldi orqasini to'tala balonni qo'shib ketsa bo'ladi. Bu alohida bo'ladi, uzib qo'yilsa ham bo'ladi. Toqqa tirmashganda yoki balandga chiqayotganda yoki shudgorlar ichida shuni qo'shsanglar, to'tala balon tortadi. Klimat kontrol bor. Mashinamizda cruise control, monitor, bu funksiyalari hammasi bor. Hop, start stop, mana bu sideniya soviydi, qiziydi, abduf, abagrev, rullargacha qiziydi, orqa oyna spirali, bokovga qaytariladigan funksiyasi, palasa держатель, palasa o'qiydi mashinamiz. Holatlari mana shu videoda ko'rib turganinglardek. Orqada Kia'dan berilgan balon ключ, podarkalari bor. Mashinamizni hop, yerdan anchagina baland bo'ladi. Toqqa chiqadiganlar yoki shudgorning ichida yuradigan aka-ukalarimiz ko'p so'rashadi. Ayniqsa bu asalaricha aka-ukalarimiz ham ko'p so'rashayotganda, balonlari oldini ham, orqani ham razmeri bir xil bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Sababi to'tala balonni teng tortish uchun bir xil ishlab chiqaradi zavod tarafidan. Balonning razmeri 195 R15 lik bo'ladi. Orqasiniki ham keyin bu zavodskoy propan LPG 159 turbo 2,5 ob'yomlik 24-yildan boshlab Janubiy Koreyadan polniy hammasi propalli nimaga o'tib ketdi, gazga o'tib ketdi. Salarkali mashinalar ishlab chiqarmayapti. Sababi ekologiya, atrof muhitda ifloslanishini oldini olish maqsadida hozirda salarkali mashinalarni maktab hududlariga, bog'cha, shunga o'xshagan davlat muassasalariga kirgizgani yo'q. Saloniga qarab qo'yinglar. Yangi mashina, bor yo'g'i 2300 km masofani bosib o'tyapti mashinamiz. O'sha balon damlaydigan nasosi 2li kompressorcha beryapti. Zapaska balon chiqmaydi 2024 larda. Bilasizlar. Hop, mashinamiz narxiga keladigan bo'lsak, bu mashinamizni Janubiy Koreyadagi narxi $17,500 tashkil qiladi. Yo'l kirasiga bir 2,5 mingcha atrofida yo'l kira minadi. 20 ming bilan dastavka qilib beramiz. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Keyin rastamoshkasi alohida chiqayotgan hozirgi kunda 170 million atrofida.